3 litrli motor, 6 ta silindr, 530 ot kuchi. 530 ot kuchi. Qaysi mashina bu? Albatta BMW M4 Competition. Go'zalligini qarang, chiroyliligini. Rangi ham ko'k, ferritiga aralash rangda. Guruchlar bilan ko'rsataman. 530 ot kuchi, buncha kuchga, to'g'risi, buncha shovqinni pasaytiradigan guruchlar ham kerak bunga. Shuning uchun katta-katta guruchlarlari. Qanotchalarini qarang. Karbon qanotlari. Hop. Balonlari sportivniy Pirelli balonlari. BMW M4 Competition. Bokovoylari ham karbon. Hop. Oldinda albatta distansiyani o'lchaydigan, sezadigan sensori, ya'ni radari. Pastlari ham karbon. Ichlarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Nech pul deb o'ylaysiz shu mashinaning narxini? Qancha turadi mana shu BMW M4 Competition? Ichlari ham yosh ko'rinibdi degan umiddaman. Rulni ham qarang, sportivniy rul, albatta sportivniy mashinaga. Sportivniy sideniyalari bilan. Xo'p. Ko'ramiz yana xarakteristikalarni. Aytib o'tganimdek 530 ot kuchi, 6 litrli motor, 6 silindrli 3 litrli motor, avtomatik коробка передаcha. Narxi 127.600 euro. Narxini dollar bilan O'zbekistonda ko'rsatib o'taman. Mana shu BMW M4 Competition